Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda mol go'shti narxi so'nggi 60 yilda birinchi marta rekord darajada oshdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'rib like tugmachasini bosishni unutmang. Bozorlarda 1 kilo mol go'shti ayrim joylarda 120 ming so'mga chiqdi. Bu esa oxirgi 10 yilliklarda hatto inflyatsiya paytida ham kuzatilmagan daraja. Sabablar aniq. Yem, xashak, yoqilg'i, transport xarajatlari keskin oshgan. Natijada ko'plab fermerlar chorva sonini qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Bu esa kelasi yilda go'sht taqchilligi yanada kuchayishini bildiradi. Narxlar faqat bizda emas, butun dunyoda o'smoqda. Lekin O'zbekiston bu borada eng tez o'sayotgan mamlakatlardan biri sifatida qayd etilmoqda. Bozorda esa odamlarning reaksiyasi bir xil. Go'sht olish oson emas. Endi palov ham hashamat bo'lib qoldi, deydi xaridorlar. Mutaxassislar ogohlantiradi. Agar hozir chora ko'rilmasa, go'sht narxi yanada oshadi. Davlat tomonidan narxni barqarorlashtirish yoki subsidiya masalasi hozir ochiq qolmoqda. Savol esa bitta: narxlar qachon to'xtaydi va oddiy xalq qachon bemalol 1 kilo go'sht ola oladi? Siz bu haqida qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.